Sotuv e'lonimizga X5 competition qilingan BMW avtomobilimizga keldi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 6,5 ming masofani bosib o'tgan. Ichki qismini bitta ko'rib chiqamiz, narxini oxirida aytib o'tamiz. 2025-yilda oxirgi restyling bo'lib chiqqan X5 avtomobilimizni rangiga e'tibor bersanglar bo'ladi. Oqqa qora salon, ko'ralari ideal holatda, o'rtoqlar. O'zi torpedkalariga ham e'tibor bersanglar, taxtadan ishlangan, holati a'lo darajada, shida ham hali ketmagan. BMW X5 competition qilingan, 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 6,5 ming masofani bosib o'tgan bu BMW'miz narxini egalari 120 ming deydi. O'ziga yarasha mayda-chuyda aybi bo'lgani uchun 115 mingga sizlar uchun ko'ndirib qo'ydi. Aybi qayerda desanglar, hozir ko'rsatamiz. Aybiga keladigan bo'lsa, seriozniy udar bo'lmagan ekan. Mana shu eshigini kosmetika qilingan. Bu yoqda ozgina ezilgani uchun kraska sepishga majbur bo'lishgan ekan. Rasmi ham bor. Udar kuchli bo'lmagan. O'rtoqlar, bosib yuboradigan joyi, bunaqa narxda hozirgi paytda topish juda ham qiyin. Bunaqa BMW X5 competition qilingan. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol Benefit Motorsga murojaat qilib, baraka qilib olib ketsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.